Ma mashina to'xtatishaqini. Voy! Adilga boqanda avalang. Akacan da. Sayını səhradan kelgan bitan o'zgarmabsa. Voy! Ko'jang o'psanda? Akajon. Ranjibay, ma mashina to'xtatishaqini biratgan bo'lsam o'pdike. Voy, kechib ketadiganday gap qilsan-ku, ha? O'zanga o'xshash beshti kapalat namratchaqlab qoldingmi, ha? Xapaman. Begimma shirkatning oldidagi chiqish kirish eg'izdagi jiz buzilib qolgan. Shuni oldin 5 koy to'layotgan bo'lsangiz, qanchaga to'xtatsangiz bo'laverdi. Ha. Voy, oldig'ning 5 koymiti, jonlanmaydigansa, ala mana. Nimanda qo'pollik qilsangiz, ha? Hey, bizdek islizadlarchi mana mushta xandek yashaymiz. Senda qiyiqini so'qindilar, mana mushta eski chitlatisning ichida pirilishib o'tib ketsa va bir umr. Siz Pul lozim-ku? Shkolanın birisida pul bor. To'g'ri topa olsang, pul seninki. Agar to'g'ri topolmay qolsang, mush yeysan, mush qutingmi? Hey! Haydivag'ning necha yuz ming ko'yliq mashina. Mashina to'xtatish haqqiga 5 koy berish ig'ir kelib, boshqalarni bo'zaq qilyaptamsa? Sen bek boshqalarning qo'ldagi pulni paras qilish ustigu. Unda bo'lsa, qaysi qo'limda 100 koy bor? Sen bir paras qilib baqa. Mana unda bor. Sarangmisiz? Bu madaniyatsiz. Bu sana berilgan mukofot. Ukam, siz berib ishingizni qilavering. rahmat sizga. Qaram aşkı to'mpayning bir-biriga bo'lishib ketganini. Siz nima qilgan yonboshsiz deyman. Siz mendek bir oqyoqlik bilan oshni tang o'rinni ko'ratamsiz? Nemandaq ichingtar, zaharxanda nima sen? Bilishimcha chiqqanlar shaharga yezidim birga kelgan-ku deyman. Shagimo, kivaldoq mana. Qarg'ana, biz turg'aya nimanda ayvat. Mana odamning yuzini to'kmay. Haq ko'z odam zangli qildi sayralikka deb. Mana. Voy, ha, nega sana qolsa? 4 kunda pul tepib, amal unvonga erishib bilib, sen bilan jurtdan birga kelgan odamni bo'zaq qilishdan uyalmamsan? Yoqqa yurtga chiqib, cho'ng ishlarni qilolmay. Bir yurtdan kelganlarning bishig dasashdan boshqa ish yo'qmi biz haqda? Asli uning bilan bir yurtdan kelgan bo'lgandikin, voy adash nimankam, men sana yordam qilay deb, uningga kuyinsang to'g'ri bo'ladi. Qani sendek odamiylik, ha? Qo'sqingizmi ichib ketganda, issig'i deyveling. Qarang, sizni aytganda mijozim yo'q degandan keyin o'yda aramasınız bo'lmanda, arliq yaqin bo'lmasa ya bu yerga. Bu atrofda tuzuk bir oshxona yo'q ekan. Sizni qattiq non yeb yurmisin deb shunga ataytni itib o'p keldim. Issig'i deyveling. Hey! Hey, oyoq mashina to'xtatish bo'lmaydi. Hey, hey! Oy. Voy. Bir ayeringiz og'riyotamda? Qanday ahvolingiz yaxshimi? Oy, necha kundan beri belim og'rib faqatla mang'olmayapman. Ha. Unda xo'sh men sizga mana bu Karinazning ayollar parvish asrash yurishligini beray. Rahmat sizga. Buju oila ayollari berib davolnay desa vaqti chiqmayotgan, iqtisodiy sharoiti yor bermayotgan ayollarga maxsus ishlangan. Ishlatib ko'rib yiqing, ha? Bayqishda yordam qilganingizga rahmat. Rahmat etmasingizmi bo'ladi? Boshqalarni sababsiz bo'zaq qilgan odam cho'qim uning jazosini tatadi. Yo'l bergin yo'l izlaganlarga, sabirga oq yo'l tilar. Pul bergin pok mehrin bilan, yuksaklarga ketsin urlar.